Assalomu alaykum do'stlar. Meni bu darajaga kelishimga Allohning kuch-quvvati, Allohning izmi sababchi bo'lgan. Lekin meni yana bir yaqinim nafas olmasa-da, tika yo'lda tura olmasa-da, bu dunyoda bo'lmasa-da, qo'llab-quvvatlab turadi. U dunyolarda bo'lsa-da. Bu meni akajonim. Akajonim oldiga kelganman. Boyimdan oldin menga gaplashib, o'zimga kelib olib, kuch-quvvat olib ketaman akamni. Sog'inaman kulib turgan yuzingizni, o'pay desam topolmayman izingizni. Keng dunyo ham tor bo'ldi-ya jon akam, dunyolarga alishmasdim o'zingizni. Keng dunyo ham tor bo'ldi-ya jon akam,